Salam xalqim, salam Elşut. Assalamu alaikum. Ekran aldırki tele tamaşıbıllar. Barçalarını dünya yüzlük Müslümanlarının kevatkan roza ayları mübarek olsun. Bugün biz Qadam studiyasida Miras programmasının növbetdeki görüşülüşüge hoş kepsizler. Güzel bahar aylarda biz muşundaq Uyghur milli halkıniki Uyghur tamlarını ötküzdük. Bu musabaqa alohida bir tilga ağırday musabaqa bo'lib o'tdi. Mushu musabaqaga qatnashgan barcha yigit, xonim qizlarni bugun biz o'zimizniki studiyasiga taklif qildik. Bugun bizning studiyada oshpazlar oshxonasiga qatnashgan, Uyg'ur milliy taomlarini bobiga yetkazib etayotgan, har xil giyolar bilan etgan tamog'imiz g'ash-g'ush qilib etayotgan mushu bizning xush puroq taomlarimizni albatta mushu yigit sizlarga yetkazib berdi. Qani İlyas o'g'li Tilvaldi, bugun bizning studiyaga xush kelibsiz. Rahmat, Mironim, rahmat. Assalomu alaykum aziz xalqim. Assalomu alaykum tele ekran oldida o'tirgan tele ko'rarmanlar. Sizlarni hammanglarni oldinglarda kelayotgan Roza hit merkisi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilvaldi, bugun bizning studiyamizga kelganingizga cho'ng rahmat aytaman. Mushundaq Uyg'ur milliy taomlarini bobiga yetkazib bergan Tilvaldi, siz o'zingiz qayerdan bo'lsiz? Men asli o'zim Yerkatning Olti mahallasida cho'ng bo'ldim. Shu Olti mahallasida maktablarni tamomladim. Rahmat. Sizning kasbingiz nima? Mening kasbim o'zim oshpaz. Mana oshpaz bo'lib ishlayotganimga 46 yildan oshdi, oshpaz bo'lib ishlayapman. 46 yil mobaynida xalqimizning qo'shiqtoq g'emi yo'q deb mana mushundaq aqllarimiz har bir oilada bo'lsa qanday yaxshi bo'lar edi. Mushu siz oshpaz bo'lganda kasbga qanday ko'z qaradingiz? Oshpazlik kasbi siz uchun qandayroq yengil tushamdi yoki har holda ig'irroq bo'lamdi? Sababi siz emasmi? Albatta, bu kasb har odamga har turli keldi. G'aybirlarga nihoyat ig'ir keldi, g'aybirlarga yengil keldi. Sababi beshida boshlash hamma ish menimcha ig'ir. Uygangicha, u ishni yo'lga solgicha. Albatta, beshida biz qiynaldik. Men qiynaldim shaxsan o'zim. Hozir albatta bu mening uchun nihoyat yengil. Tilvaldi, albatta bugun bizning suhbatimiz Uyg'ur milliy taomlari bo'lganlikdan bizning savollarimiz shuningga taalluq bo'ladi. Tilvaldi, hozir 21-asr. Lekin yoshlar shunday bir erkinlikda yashayotdi. Ota-onalarimizning, mo'min-buvlarimizning etib yegan tamoqlari hozir yo'qning o'rnida desak bo'ldi. Shuningga siz ko'z qarshingiz qanday? Albatta, mening buningga ko'z qarshim nihoyat ichinarliq. Sababi burun bizning onalarimiz, mo'minlarimiz xalvash, umash, xam qiyma, palima, halga o'xshash tamoqlarimizni nurg'un etadi. U tamoqlarimiz hozir unutilib ketdimi desak bo'ldi. Nurg'un yoshlarimiz bizning u tamoqlarning nima ekanligini bilmaydi. Sababi bizning mo'minlarimiz aytganda, onalarimiz aytganda, burun suğaçlarni aytganda, ko'm qo'noqlarni, qurtlarni, qetiq, kavuruqlarni, oshchamg'ularni, po'choqlarni sep etadi. Sababi oshchamg'u nihoyat odamning oshqozoniga shunchalik foydasi va ham yeniq tamoqni singdirdi. Rahmat, to'g'ri aytdingiz. Siz Uyg'ur milliy taomlari deganda nimani his qilasiz? Bu albatta Mironim quloq xush yoqadigan savol. Buni bo'ladi. Sababi oshxonalarda, restoranlarda mush har bir qo'rilgan g'aj-g'uj qilib etgan tamoqlar har qachon meni mush bizning burunqi unutilib ketgan bizning milliy taomlarimizni eski oldirdi. Esimga har qachon eski keladi. Ondan boshqa biz masalan ko'chalarda o'tganlarda har bir o'tgan asosan ishdan qaytganlarda kashquruqlari bir ko'cha o'tgan birisining ho'llaridan qiymining qurgan puroqlari alomat alohida odamning ishtiyoqini ochadi. Shuning qarab biz kimning nim tamoq etayotganligiga qarab belgilashgan bo'ladi. Biz uni har qachon sezib o'tiramiz.
o'ylaganning o'zida ishday echildi deysiz bu. Albatta, albatta. Hozirgi zamon xonim qizlarining mushu Uyg'ur milliy taomlarga ko'z qarshi qandaq va shular mush taomlarni uylarda etyaptimdi. Men o'ylayman, hozir ular etmek to'g'ri bu taomlarning otlarini bilmaydi-da. Bu nihoyatda ichinarliq nima? Nihoyatda ichinarliq ish. Sababi hozir bizning yoshlarimiz nihoyatda zamonaviy bo'lib ketdi. Sababi g'urilishib ketdi desakmi bo'ldi. Burun onlarimiz supurlarni silib, osh taxtalar bilan xemirlarni yo'g'irib tamoqlar etadi. U tamoqlar alohida tatli bo'ladi. Hozir bo'lsa bizning yoshlarimiz etmek to'g'ri u tamoqlarni buyurtiblar, oshxonalarni, restoranlarni ekib yeydi. Sababi albatta biz shunga ko'ngil bo'lib diqqat qilishimiz kerakki, mening deydiganim muomala onalar bolalarga ashuni o'rgatishgan deyman. Sababi bizning qadimiy burunqi onalarimiz aytgan tamoqlar unutilib qolmaskan. Faqat tamoqlarimiz emas, tamoq bilan birga bizning tilimiz, bizning urf-odatlarimiz shu unutilib qolmaskan deyman. Avloddan avlodga shu ulashib ketaverasiga. Rahmat. Qush o'g'di ko'rganni qiladi demoqchisiz-ku? Albatta. Shuning uchun hurmatli onalar, xonim qizlar, albatta biz qizlarimizni mushundaq taomlarga o'rgatib tursak, quloqlariga sep tursak, yenimizga elib, burun bizga onalarimiz qanday o'rgatgan bo'lsa, sizlar mushundaq o'rgatib turgan bo'lsanglar, bizning Uyg'ur taomlari hech qachon yo'qmaydi. Sizning fikringizga albatta qo'shilaman, Tilboldi. Rahmat. Yaqında mana o'tilgan Uyg'ur milliy taomlariniki oshpazlar oshxonasi bo'lib o'tdi. Shu haqida nima degan bo'lardingiz? Men bu haqida demoqchi bo'lganim, bizning Uyg'ur oshxonasini butkul dunyo yuzi bilsimi, yana har kim har xil o'zining bilgincha tamoqlarni etadi. Shuning uchun biz butkul dunyo yuziga bizning shu Uyg'ur taomlarini va burun unutilib ketgan tamoqlarni yana bir qatim eslataylik deb oshpazlar oshxonasining musobaqasini o'tkazdik. Yaxshi. Sizlarniki shu maqsadinglar qandaq shu? Bizning maqsadimiz shu Uyg'ur tamoqlarini, taomlarini, Uyg'urning urf-odatlarini hammani butkul dunyoga ko'kitish, dunyo yuziga butkul Uyg'urlar ko'rsin. Unutib ketganlar unutib esga olsin, hech qachon unutmasin demoqchimiz. Rahmat. Rozlarmı yaqinlashib kelyapti. Mushundaq Uyg'ur milliy taomlarimizni onlarimizga, ma'mu buvlarimizga mushu roz oylarda yeni tamoqlarni etib bersak, bu albatta yaxshi. O mashlarni ham qiyma osh, qo'rilma osh, suyuq osh degan tamoqlar onlarimiz uchun albatta yeni tamoqlar. Mushu tamoqlarni ba'zan onlarimiz bolalarga xijolat bo'lib etolmaydi. Lekin ko'ngilning qandaqdir bir yerda shu taomlarni ularni seg'inadi. Siz shunga qandaq deysiz, Tilboldi? Men albatta uning qo'shilmay beraman. Sababi odam bolasining qancha yosh cho'ng bo'lgan sari tamoqni hazm qilishi, oshqozon qabul qilishi sustlashib ketadi. Shuning uchun buni ro'z tutganlarda suyuq silan tamoqlar nihoyatda oshqozonlarga foydali deb o'ylayman. Musobaqa ko'pning ko'nglidan chiqdimi? Albatta ko'ngildan chiqdi deb o'ylayman. Sababi shu musobaqa tugagandan keyin nurg'un xonim qizlar, yigitlar telefon orqali aloqalashdi. Biz mana shu musobaqaning munchalik bo'ldig'ini biz bilmabdimiz, mundaq darajada o'tadiganini. Agarda bilgan bo'lsak, biz mana shunga qo'shilardik. Endi bo'lganda bizga xabar sanglar, bizmi qo'shilib, shu o'zimizning bar kuchimizni selib, hunarimizni ko'katsak deb. Demak, bu xalq uchun bir foydali ishni qilibdimiz deb o'ylayman. Albatta bu nihoyatda foydali ish bo'ldi. Sababi bizning Uyg'ur milliy taomlari, bizning urf-odatlarimizni yana bir avlodlarimizga, Uyg'ur millatiga esaqsib ketdik deb o'ylayman. Kelajak yoshlarga miros bo'lib qoladi demoqchisiz. Albatta, kelajak yoshlarimizga biz cho'nglar o'rgatishimiz kerak. Bu muomala o'rgatish kerak, onalar o'rgatish kerak. Oshlarning hammani biz keyingi avlodlarimiz unutib qolmas kerak. Faqatla bu taomlarni emas, o'zimizning urf-odatni, tilimizni unutmashimiz kerak. Rahmat.
Endi biz her bir tamğa to'xtalish uchun bizga alohida bir mümkünçilikler bo'lgan bo'lsa, albatta bu yaxshi bo'ladi. Masalan, lag'manniki bizda 87 turi bor. O 87 turining borini biz ko'z tutib yetolmaymiz, lekin asosiy etilayotgan tamlarni mana shu musobaqaga qatnashuvchilar o'z navbatida ko'z tutib o'tdi. Yaqinda bo'lib o'tgan oshpazlar oshxonasi musobaqasiga siz yolg'iz bir o'g'il jigit qatnashibsiz. Shu anlarning orasida siz o'zingizni qanday his qildingiz? Albatta, bu oldi bilan shu e'lonni o'qiganda u yerda yozilgan, shunday yozilgan edi. Shu oshpazlar oshxonasi musobaqasiga qatnashman degan xohlovchilar yigit qizlar qatnashsanglar bo'ldi deb. Lekin men bag'anda u yerda hech bir yigitlar bo'lmadi, bo'lganlar keyin kamay qoldi. Shuning uchun men o'zimni u yerda bek bo'sh sezdim. Sababi u yerda bizda bo'lgan qatnashuvchilar meni shunchalik xushxo'y, yiqimliq bilan qarshi oldi. Biz bir oilning odamlaridek bo'lib ketdik. Mana bir oy mobaynida biz repetitsiya qilganda nihoyatda o'mlik bilan, birlik bilan repetitsiya qilib, shunchalik bir-birimizga bag'ir besib ketdik. Rahmat. Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Sizlarning oldingizda kelayotgan ulug' Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun mana men shu telestudiyaga kelganimning sababi o'zimizning Uyg'ur milliy taomlariningki birisini olib keldim. U bo'lsa bizning jutta. Bu juttani endi hozirgi yoshlar aytmaydi, cho'nglar etib chiqadi bularni. Endi bu jutta hozir kunmi isidi bizda jusaylar chiqadi. Jusay bor, sabzi bor. Aşlar bilen men bugün 4 türlük jutta ip geldim. Bu juttalarning turi mana sabzi bilen, jusay bilen, mana aralash. Yanski bu 3-4 türlü qilib aralashib bir yeyimga 4 aralashib akasim bo'ldi aralashtirib. Bu juttani biz yeyip bununla maşındaq yeyimler bilen bizning yozumuzniki ulug' tamoqlari. Bizden keyin qalsa maşallah yaşlar maşındaq tamoqlarni etib o'rgansa, aş yaşlarga bola biz maşu bizden yaşlar ulgu alam degan deb maşu tamoqlarni chiqarishimizning sababi shu. Men bu tamoqning chiqishining oldidan yana sang'zu konkursiga qatnashgandim. Bu yerlardan biz o'rinlarni olgan. Biz bu so'rinlarda bizniki boshchiimiz Elak va Mironan bilan Osmanova Ramilam ikkisi ashlar orqali mashdaq ishlarga ko'p qatnashib yurmiz. Bizning mana juttani aytganda biz birinchi supurni solamiz. Supurni keyin tasqaymiz. Uni tasqab qatmanlab anaki jug'raymiz. Jug'irib bo'lgandan keyin biz uni biz qilib yeyib, bu yalnız mana 3 turni ekegan bilan buning 6-7 turi bor juttaninki. Juttaning nemisini yeyib, uni mayini quyib, ashni maylab, keyin sabzini chachimiz. Yapmasa nemene Jusayni chachimiz. Ondan keyin kav bilan etkini bo'ldi. Buni qaymoq bilan piyaz, ko'k piyaz qaymoqni surkab olib, anski ko'k piyozni chatsaq bo'ladi. Ya'ni qaymoqni surkab olib, uning keyindan osh ko'klar bilan chatsaq bo'ldi. Osh ko'k bilan shunday tatliq bo'ldi. Har bir odamning o'ziniki
Qandaqni xalasa şundaqni etip yegini boludu. Mana yaşlağa aşula ülgü bolsun da rahmet. Assalamu alaikum, hürmetlik halkım, Uyghur halkım. Mana men Zamira Şavdun kızı. Men Uyg'urayın G'aljat degan yezda tug'ildim. Avat degan yerda cho'ng bo'ldim. Hozir Zarevostok mahallesida men turman. 18-yılı men konkurs sang'izga qatnashdim. Yashalarda o'rinlarni oldim. Bu yilgi yillarda men Uyghur tamoqlari oshpazlarnikida qatnashib 7 turli tamoq pishirib akeldim. Bugun sizlarga men Uyg'urlarning hozir mana jusaylar chiqdi, pör etib keldim mana. Pör etib, mana pörlarni etib, mana tamoqlarni, tuxumlarni qo'shib, o'zimizning Uyg'urlarning pörlarini etib keldim. Onunga qo'shimcha men mana cho'shirni sambuz qilib pishirib, jusaylarni, go'shtlarni qorib keldim. Mana tonunlarımız var bizning o'zimizning Uyg'urlarning. Non bayada çiğimiz var, mana etken çiğimiz var. Mehmet, kelinlar. Biz müştaq Uyg'urlarning tamoqlarini pishirib konkurslarni o'tkazyapmiz. Hamma Uyg'urayliklar, Chilekliklar, Yerketliklar, Kalilin, Drujba hammalar kelib, müştaq konkurslarga qatnashinglardan so'raymiz. Men mush tamoqlarni pishirib kelgan, o'rgatgan mening onam Abdullayeva O'g'ilxon Avat yezisida turdi. Apa sana çoğun rahmet. Mana sen ügetken üçün men tamoqlarni, Uyg'ur tamoqlarini men müştaq konkurslarga qatnashib жүрмін. Sana rahmet. Men hammanglar G'aljatliklarga, Jo'njatki tuqqanlarimga, Avatki tuqqanlarimga, Zarevostok mahallesiga, hamsiga sizlarga yolqinlik salomimni aytay deyapman. Hammanglarga rahmet. Assalomu alaykum aziz xalqim. Bugun men mana Ganiyeva Gulg'uncham Ahmad qizi Sultanqo'rg'on mahallesidan keldim. Mana bizning oshpaz musobaqasiga qatnashgan bizning Uyg'ur taomlari, mana go'shtni biz xamirni yug'urib, chiqtal tuxum qo'yib, bunun go'sht, piyoz, qarmush, nimalar tayyorlab qildik mana. Uni bo'lsa kesiblarman, jusay tuxumlar bilan. Bu lag'manningki 87 turi bor. Go'rilarman, so'rilarman. Hozirgi bahar oylarida mana biz mustaq kesiblarmanlarni go'shtsizma etimiz. Etgan çay, mana bu etgan çayimizni biz qaymoqlar bilan, xam qaymoqlar bilan, mana nalla, tonu nalları bilan, to'g'ashlar bilan har qanday tamoq yesakma biz tamoqdan keyin etgan çayni ichimiz. Assalomu alaykum aziz xalqim. Men Hamitova Zuhra Sultanqo'rg'ondan keldim. Pat yaqinda biz konkursga qatnashib, shu yerda necha turli tamoqlarni qilib bordim. Konkurslar shunday yaxshi o'tdi. Konkursda men 5-6 turli tamoqni omash qildim. Unutib ketgan omashni. Ondan keyin samsa, sangza, lag'malarni etib bordim. Bugun kelgan maqsadim meniki ko'k cho'chirlarni etib keldim. Bu ko'k hozir mana chiqqanda men shu yasab shuni etib keldim. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Men Ilhamiya Niyazova, Almatadagi Zarevostok mahallida yashayman. Meniki arzu armonlarim bor, bizniki milliy Uyg'ur taomlar ota bobolarimizdan qolgan kelajakda yosh o'smirlarga miros bo'lib qolsin deb shu armonlarim bor. 2021-yılı onlayn orqali, WhatsApp orqali men shu Uyg'ur milliy taomlarga qatnashdim. Uning da 20 davlat qatnashdi. Qozog'istonda yashayotgan qarindoshlar biz bir komanda bo'lib, birinchi o'ringa ega bo'ldik dunyo bo'yicha. Mushu yaqinda oshpazlar oshxonasiga qatnashdim. Baxtlandim. Meningki armonim Uyg'ur milliy taomlar har bir uyda aq dasturxonlarda yeyilib, berekatli bo'lsin deb shu armonlarim bor. Uyg'ur taomlari Uyg'urcha nomlarda atılib, miros qolsin deb shu armonlarimga yetma deb o'ylayman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz xalqim. Assalomu alaykum tele ekran oldida o'tirgan aziz tomoshabinlar. Mana bugun biz Qadam studiyasiga kelganimizning sababi biz oshpazlar oshxonasi musobaqasidan keyin yana bir qatam o'zimizning qadimiy milliy taomlarimizni ko'kitishga keldik. Ham ashunga biroz qisqacha to'xtalib o'tsak deymiz. Biz mana bugun mening ep kelgan taomim jutta.
Burun bu jutlarni aslida ho'liqnamo deymiz. Atalarimiz burun ulan jigdeklar bilan, qaymoqlar bilan etadi. Hozir albatta undaq hech kim etmaydi. Hozirgi zamonda buni zamonaviy turda sabzi bilan, kov bilan, jusay bilan etadi. Endi bu ho'liqlarni yoki bo'lmasa jutlarni xalqanlar birlari lozjanlarga milab yeydi, birlari qaymoqlarga milab yeydi. Har kimning o'zining xalqincha shuni xalqincha qo'shilma bilan qo'shib yeydi. Endi bu yerda oldi bilan masalan jusay bilan etgan ho'liqlarni bo'lsa jutlarni jusayni pokiz tozalab yuvib to'g'randan keyin kichkina qizg'an may bilan jusayni o'ltirib, ondan tuz, qarmushlarni qo'shib, xemirni nip-biz yeyib, yogab, o'dib pishiramiz. Ondan kav bilan yoki bo'lmasa sabzi bilan bo'lsa, uni inchi qalin qilib to'g'rab, kichkina qat qo'shib, ozroq tuz qo'shib, xemirni shunday nip-biz yeyib, o'da shunday pishiramiz. Kam degan bir 20 minut. Endi bizni yana bir biz tug'ilishimizdan yoki bo'lmasa shu yo'riq dunyo ko'rolmay turib, biz shu etgan chay bilan üstlük desek mi oldu? Qanday gözümüzün yo'riq dunyoga ochdik, shunday etgan chay biz bilan billa. Etgan chayimiz bizning nihoyat alohida. Buningga biz qaymoqlar bilan, jumallar bilan yoki nimalar bilan tuz selib etgan chayni chiroyli qilib har qachon har bir tamoq bizning etgan chaysiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum aziz xalqim. Bir ay mobaynida mashq qilish, u har bir inson uningga o'zining xohishi bilan kelishishi kerak. Şu çağda her qandaq başlanğan iş birlikte albatta ameliyatta yo'q ko'rdi. Mana hozir etib ketib bordi Tiloldi bir yigit. U yerda onlar asosan analar qatnashdi. Yeshining cho'ng bo'g'iniga, yosh bo'g'iniga qaramay, ular shu bir ay vaqtini bo'lib bizning kelajak avlodimiz bizdan ulgu olsin. Biz shular ulgu bo'lib qolaylik deb hatto kelirlarni elib qatnashgan son emadimmi, mana cho'ng ulushini qo'shdi deb o'ylayman. Bu yerda hammasi o'zining ulushini qo'shdi, lekin mana bir yigitimiz o'zi epchil, chaqqan, shundoq ishlarga puxta, har qanday ayollar unchalik etolmaydi desam, men xatolashmayman. Shundoq emasmi Tilvoldi? Albatta. Sizning mushundaq onalarning orasida men yolg'iz demay qatnashganingiz uchun sizga tashakkur etaman. Rahmat. Qatnashchilarga nisbatan siz nima fikrlarda bo'ldingiz? Qatnashchilarga nisbatan mening fikrim albatta u yerda bizda oldi 70 ga yetib qolgan ayollar bo'ldi. Ashlar hatto shu uylarini tashlab, nevaralarini tashlab, shu bizga qanchalik qiynalsa-mu shu qiyinchilik qaramay kelib ular shu musobaqaga qatnashdi. Sababi o'ylayman ularning faqat o'yi shu o'zimizning Uyg'ur milliy taomlarimizni, urf-odatimizni shu haqqa avlodga qoldiray deb qancha qiynalsa-mu shu jiroqchiyalardan kelib har bir qatnashdi. Men ularga faqat rahmatni aytgim keladi. Ondan bizning mana ko'dinglar musobaqani o'tganda bizning Zamira qizimiz butkul urf-odatlarni ko'katdi, bo'shikdan tatib hatto shu bizning so'z nag'malarimizga akib boshdan hammani bir chatdan ko'kitib chiqdi. Ondan o'z navbatimda men demoqchiman, bu bizning qatnashchilar hammasi o'ziga loyiq mukofotni oldi. Uyg'ur assotsiatsiyasi tomonidan hammasi faxriy gрамотlar bilan mukofotlandi. Etken çay, senin işin çok olur. Etken çay. Etken çayını ötüdü, indiyski çay bilen, şamısını çaynaydı, hem kaymağı bilen. Etken çayının şamısı, Uyg'urlarning doğrusu, şamını çaynımızsa tutup kaldı doğrusu. Intayin to'g'ri aytdingiz Tiloldi. Shu fikringizga men qo'shilib, shu fursatdan foydalanib, men shu Uyg'ur Milliy Assotsiatsiyasining raisi Mametov Hakimjon akaga, Axborot jurnalining mudiri, ya'ni jurnalistkasi Iminova Mahoratga, Miras Allah jamiyatining raisi Masimova Rushangul Ajimga va barcha shu yerdagi xonim qizlarga, o'zimning qarindoshlarimga, oilamga, Qadam studiyasida xizmatimizda bo'layotgan Odiljonga, Mehrullamga va barcha Qadam studiyasiga cho'ngdan-cho'ng rahmatimni aytaman. Shuning bilan birlikda shunda qatnashib bergan
6 hanım kız ve 1 jigitgime üzemden minnetdarlığımı bildirmen. Muşundaq kүйümçan, halk üçün can pida boğatkan aka hadi sыңılırımız bulğaya da bizning urf adat resim kaydırımız mən oylayman evlatdan evlatqa miras bolup kalıdı. Tilbaldi, endi mən sizge şundaq bir savol qoyğum kep turibdi. Ailede tamaqını siz itamsiz yoki rafiqingiz itamdi? Elbette men bu iş degan iş tirikchilik uchun men ishni hammani qilaman. Uyda men tamoq etmayman. Kelinaqchilar bor, ayolim bor, rafiqam ashla tamoq etadi. Albatta uyda hech kim bo'lmasa oshqozaq yotmaymiz, men tamoqimni o'zim etib yeyman. Rahmat. Kishda kechki qozonning tuvida yerib kelib yana uyda etmanmi deysiz-ku? Albatta. O degan ish jon beqish farzlaydi. Endi ashtaqib deydi, har kim bu nimda hayotda o'z nimning har turli yo'lda bilan aqishib oila boqidi deydi. Shunga o'xshash mening mutaxassisligim ishim mushu bo'lgandan keyin albatta men mushu yo'l bilan faqat o'z oilamni beqib mushkamcha tirikchilik qilyapman. Uyda albatta men uni qilmayman. Sizning o'rningizni besib kelayotgan izbosarınız bormi? İzbasarlarım var, mening shogirdlarim yo'q. O'z vaqt mana 46 yildan ishib ketdim. Mushkamcha shogirdlarim bor. Ular hozir o'zlarining oshxonalarini ishib ishlayotdi. Nayiti umdan ishlar umdan men ishlayotdi. Oilangizda-chi, sizning izingizni bosgan qiz o'g'il kelinlar bormi? Albatta, mening cho'ng o'g'limning aslida o'zi u ustozlikni bitagan muallimlikni u nimda ishlaydi. U mosha mening yo'lim bilan ishlaydi desam bo'ldi. Qizim o'zi doktorlikni bitagan, qizim o'zim men o'xshash oshpazlik ishlaydi, lekin o'z mutaxassis bo'yicha ishkaz ishlamaydi. 3-o'g'limni umma oshpaz desam xatolashmayman. Nurg'un oshxonalarda ishlaydi, uniki nurg'un oshpazdir. To'y to'kan nazar chiroqladi. Rahmat, yaxshi oilangiz to'g'riliq tushundik. Rafiqingiz nima ish bilan shug'ullandi? Rafiqam bo'lsa ikkimiz uzoq yillar beri o'sha birga ishlagandik oshxonalarda. Hozir dam olishda. Hurmatli dam olishga chiqib uyda nevra qarab o'tirdi. Ayol kishi hech qachon bo'sh bo'lmaydi. Uyda bo'lsa, ayol kishining o'qiti cheksiz. Albatta, ayol kishining uyda ishi yetib o'tiradi. Uy tozalash kerak, tomoq yeyish kerak, nevra qarash kerak degandek, uni hozir choylar jiq ayollarning choylab berish kerak. Endi dam olgandiki, dam olish kerak. Dam olish kerak. Ishildi, hodi. Endi qolgan hayotini choylar berib o'ynab, uyda nevra qarab, Xudoyim uzoq umr berib, o'ynashga deymiz. Rahmat. Qani har bir ota siz o'xshash fikrda bo'lgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi. Rahmat Tilbaldi. Ayolingizga bo'lgan hurmatingiz mana intayin kuchlikka, cho'nqirga. Qani endi aniq bo'lsa, bizniki mushu bugungi qadam studiyasiga nima degan bo'lar edingiz? Men bugungi mush qadam studiyasiga faqat o'zimning rahmatimni aytgim keldi. Sebebi bizni meshalak chaqirib, televiziyaga tortib, agar musobaqada bo'lsin berib yana kameralar tushirib ketdi. U nurg'un nihoyatda bir murakkab ishning biri deb o'ylayman. Rahmat. Endi mush qadam studiyasining ishi faqat olg'a bosgan. Qadam studiyasi hech qachon yepilmasgan. Biz Uyg'urlar uchun yangi programmalar chiqib, biz har qachon qiziqib, biz o'z millatimizdan faxrlanib, ruhiy o'zi qilib ko'rib o'tsak deyman. Söhbətinizə rəhmət Tilbaldi. Şoşun bilan hörmətli teletomoshabinlar, biz bugünkü Tilbaldi bilan bo'lgan aşpazlar aşxonasındakı Uyg'ur milliy taomlarini mushun bilan oyoqlashtiramiz. Keyingi ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh. Ko'rishgacha sog' salomat bo'laylik.